Так, готовый biznes, tayyor joy, ishlab turgan. Tak, yo, bu yoqda edi-yu. Hojatxonasida, mana bu yoqda hojatxonalari, moykalari, klientlar uchun hojatxona. Tayyor, olasiz, ishlatasiz. Oshxonasiga o'tamiz. Ot ido noldan hamma narsalarni yangi olganlar. Ot ido remont qilganlar, kameragacha va o'sha hamma narsalari bor, Wi-Fi'larigacha, tarozilari, hattoki pitsa qiladigan uskunalar, xolodilniklar, mangallar, xullas mana bunaqa narsalar, somsa uchun pechka, xamir uchun mahsulotlar, mikrovolnovkalar, u ana katta xolodilnikni yonidan o'tdik, ko'rdinglar. Mana bu ham pitsani pishiradigan narsa. Xullas, готовый biznesni nima kerak bo'ladi bo'lgan bo'lsa, hamma narsalar bor. Ot ido. Mana bu yoqda ham yana bir qancha texnikalardi va hozir orqa tomonni ham ko'rsatamiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha biznesi bor bo'ladigan bo'lsa, o'sha biznesini kengaytirib yana bitta filial ochmoqchi bo'lsa, mana bu sklad, bu xodimlar foydalanadigan hojatxona. Ot ido remontdan chiqarishgan. Tayyor. Hozir boshqa bizneslar bilan shug'ullanganliklarini hisobiga vaqtlari yo'q ekan bu joyni shug'ullanishga. Nima bu? Посетительlar uchun joy. Hozir o'tga yana bitta chiqamiz. Hali ishlamagan joy. No. Zo'r joy. Endi mana yoq tomonni ko'rsatamiz mana. Ekranlari hamma sharoiti bor. Olasiz, birdaniga zapuska qilib olasiz. Hattoki barlarigacha bor. Barlarni ham ko'rsatamiz. Xolodilniklardan tashqari kofe damlaydigan narsalar, yana bir narsalar, vitrinalar, bu yoqda ham rakinasi. В целом hamma narsasi bor. Tadbirkor aka, opa, uka, singillarimiz, ko'ringlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, kelinglar. Hamma narsalari bilan birga sotadilar. Joy ijarada bo'lsa-da, olinglar, maza qilinglar, ishinglarni yurg'izinglar. Rivojlaninglar, o'singlar.